Assalomu alaykum tomoshabinlarimiz. Sizlarga mashinkalarimizni obzorini qator ko'rsatamiz. Kimgadir mashinka kerak bo'lsa, shu mashinkalarimizni olib borib yetkazib o'rnatib berishlari bilan aqlamiz. Hozir mashinkalarimizni tanishtirib o'tamiz bir chekkadan. Xo'p, Zoje kompaniyamizni 3050 ga chiqqan eng so'nggi modeldagisi invertor motorga qo'shimcha 8 ta dekorativ choki bor. 70 voltgacha ishlaydi, 100 pastga ishlaydi. Komplektlar yaponskiy komplekt bo'ladi. Bu Xitoyda eng qimmat zavodi bo'ladi. Kafolat 3 yil. Narxiga kelsak, narxi $420. Olib borib o'rnatib berish dastavkasi ichida. Bunimiz qaychiligi, Zoje mashinkasining qaychiligi, bu ham 3050 ga chiqargan, eng past tokkacha ishlaydi. Komplektlari zavodning o'ziniki, Zoje kompaniyasiniki, hamma yo'g'i eng qimmat narsa, sifatli narsa ishlatgan. Shuning uchun boshqa firmalardan ko'ra narxi qimmatroq. Mana katalogida ham o'zi ko'rsatib qo'ygan. Mana shu brendlar Adidas, Bose, Zara, Puma shu firmalar shu Zoje kompaniyasi bilan ishlagan uchun shu reklamasini bergan. Xo'p, bunimiz eng so'nggi modeldagisi 2025-yilgi eng so'nggi modeldagisi. Bu ham Pony avtomat. İçlari ham Pony eng so'nggi modeldagisi, yog'i ichida turadi. Qo'shimcha motorchigi bor. Bu ip uz berganda ovoz chiqarmay ishlaydi yonidagisi bu. 3 ta tilda gapiradi. Obroti 5000 obrot. 3 yil kafolati bor buni ham. Narxiga kelsak, narxi bu $450. Xudo xolasa, masalan, katta sexlar bo'lsa, ko'proq olinsa tushib beriladi. Bu qaychiligimizni tanishtirib o'tmoqmiz puli bilan. Bunimizning narxi $320. Bunisi Zoje kompaniyaning eng so'nggi modeldagisi, shu 3050 ga deb chiqarilgan. Bu ham eng pastda tok ishlaydi, invertor motorlik. 70 voltgacha ishlaydi. Dizayn bo'yicha eng so'nggi modeldagisi. Olib borib o'rnatib berishlari hamma yo'q dastavka bepul. Narxi $280. Qo'shimcha ichidan shunaqa narsalar chiqadi. Zamon lapka, 01 lapka, zapchastlari, magnetlari hamma yo'g'i bor. Shunaqa narsalar chiqadi. Kafolati bexijolat. Bu divanchilarimiz mashinasi, Shagashi mashina 0303 deyiladi. Bu Zoje mashinasini hisobda 90% divanchilar shu firmanikini ishlatadi. Sababi shu zavodskoy 1-2 ipni indamasdan tikadi. 250 ligini ham tikadi. Bundan qalini ham indamay tikadi. Shuning uchun 90% divanchilarni shu Zoje kompaniyasinikini ishlatadi. Qadami 1-2 lik bo'ladi. Narxi $460. Dastavkasi bor. 3 yil kafolati bor motoriga. Bunimiz izma mashina. Eng so'nggi modeldagisi. Lapkasiga ham motorchik qo'yilgan, pichog'iga ham motorchik qo'yilgan. Razmeri 24 mm gacha ochaveradi bu. Narxi $1,500 kelishtirib beriladi. Bunisi tugma mashina. Zoje kompaniyasining tugma mashinasi. Kafolatlari bor. Narxiga kelsak, bunimiz $700. Raspashvalka mashinkamiz. Zoje kompaniyasining raspashvalka mashinkasi. Eng so'nggi modeldagisi bu ham. Obroti 5000 obrot. Bunimiz hozir hisobda narxi $570 ga chiqadi. Dastavka hammasi bor. Hamma mashinaga dastavka bor, garantiyasi bor. Bu Avelo mashinkamiz. Obrot 6500 obrot. Sexchilarimizni deyarli ko'pi ham ishlatadi shu mashinkani. Eng so'nggi dizayndagisi, eng qimmat zapchast ishlatadi. Shuning narx hisobiga narxi qimmat. Narxi $370. Dazmollari bor. Dazmollari shu Zoje kompaniyasining o'ziniki. Dazmolimiz narxi $40. Bu degani 520 ming so'm degani. Bu zigzag mashinkamiz. Bu zigzag mashinkamiz ozgina ishlatilgan. Narxi $250. Faqat buni zigzag tikadi xolos, shuning uchun. Xo'p, Britex mashinkamiz
yangi korobkada boriladi, upakovkada olib borib o'rnatib beriladi. Narxi $200. Kimdir magazin, kredit magazinlar bor. Ko'proq olishsa, yana ham narxini tushib beriladi. Garantiyasi berilaveradi. Bu Avelosi, Britex firmani Avelosi narxi $250. Buni ham dastlabki hamma yo'g'i bor, olib borib o'rnatib beriladi. Magazinchilarga bo'lsa, yana ham tushib beriladi, ko'proq olsa yana ham tushib berilaveradi. Bu Jack firmaniki arzonroq modeli bu. Narxi $230. So'nggi modeldagisi, lekin original Jack emas aytib qo'yiladi. Sababi ertagalik ko'ngil holi bo'lmasin deb. Bu Brus firmamiz, narxi $200. Stoli tikkalab qo'yilgan xolos. O'zi yangi mashina, garantiya kafolatlari bor. Narxini tushib beramiz. Narxini $200 deyapmiz, narxini tushib beramiz xudo xolasa. Bu Brus firmani to'g'ri choki Avelos Indrada sotilib ketib qoldi. Narxi $200, dastlabki hamma yo'g'i bor. Shu magazinlar bo'lsa, bunga hamma firma mashina, deyarli hamma mashinamizga narxlarni tushib anaqa beramiz, ko'proq olinsa. Bu Jack mashinkamiz, Jack F5 mashinkamiz, narxi $260. 2025-yilgi modeli bu. Narxini tushib beramiz, 3 yil kafolati bor, olib borib o'rnatib berish ham yo'q ichida. Bu Avelosi $270, 747 model deyiladi. Buni ham arzonroq modeli bu Jack'ni. Garantiyalari bor. Xo'p, Jack degan mashinkamiz komplekt dona alohida ham berilib sotilaveradi. To'g'ri choki $200, Avelosi $250. Dastlabki xizmat ham yo'g'i bexijolat, 3 yil garantiyasi bor. Bu yer magazin, payshanba, yakshanba kuni bozorda bo'lamiz, bebozor kuni shu magazinda bo'lamiz. Hali magazin bug'i deb qimmat deyilmaydi. Kerak bo'lsa bozorda arzon qilib beriladi. Rabochiy chaklarimiz bor, Maqi degan. Yangisi ham bor, $250. Rabochiylari bor, $200 jinda tushib beriladi. Holati zo'r holatda. Dazmollarimiz bor, har xil dazmollarimiz. Bularimiz 450 ming so'm, $35 ga to'g'ri keladi. Garantiyalari bor, bexijolat narsa.